ko'pchilik ishlatishni bilmaydi, o'shaning uchun yo'q qalamimizni ishlatalmadim shekilli. Qalamni o'zini tiqamiz issiq suvga, keyin chizib qo'yamiz. Нет, она очень горячая. Вот, горячая. Chizamiz. Bu yana ham bunaqayu hali. Она же мохнатая. На скамейку, ой, на скатерть не перейдет это пятно? Нет, Его уже не осталось. И пятна уже нет. Eski dog'larimiz ham chiqadimi? Chiqadi agar o'sha issiq suvga. Mendan bitta qiz aytadiki, zo'r turetskiy pastelniy belyuim bor dedi. Oppoq opa deyapti. Undan dedi, bilmayman endi bir narsalar bunaqa sachraganmi, nima bo'lgan, yosh bolasi borda buni. Nima qilgan ekan bilmayapman mana. Hali bor-a, ko'ryapsizlar. Nima shunaqa sachragan opa hech narsada nima qilmadi mana. Yo'q. Hozir bundan ham qilamiz. Mana. Нету пятна. Мы его сейчас вот так возьмем, сюда еще замочим чуть-чуть. O'sha kislorodlik-ku, mana ko'pikni ko'ryapsiz-a, qanaqa? Ko'pik bo'lyapti. Ko'pik chiqadi. Aha. O'zi reaksiya beradi. Bo'ldi, hech qanaqa dog'i yo'q mana. Bitta naqa sovuq suvda chayqasa bo'ldi. Ko'ryapsizlar-a? Mana bunda dasturxonlarda bemalol tozalasangiz bo'ladi. Juda ham qulay.